Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bizda 10 tomonlama surunkali gaymarit va mirg'uli shakli animatsiya qilib qo'ydik. Birinchi bosqichda atrokonfiksiyadan boshlaymiz. Qon chiqarmasdan bajarish kerak imkon qadar. Hop. Обратный versiyali. Balkim turbina plastik qilamiz, balkim chap tomonga ham burunni qiyshaygan, burun to'sig'i. Hop. Ya'ni bu yerda birinchi navbatda обратный bilan orqa kesuvchi instrument bilan yarim oy marta qishqirib olamiz. Oldik. Endi buni rostma-rost oldinga tortamiz, sekin ozgina yuqoriga ko'tarib olamiz. Shu holatda. Endi zond gani boshqon tabiiy teshigini topib oldik. Orqaga pastga kengaytiramiz. Hop. Biz yuqori jag' bo'shlig'imiz takus tushaversak. Zapis boshlangan. Takus tushishi bilan orqaga pastga qarab kengaytiramiz. Обратно. Orqa past kengaytirgandan keyin endi liqildoqni, ya'ni fontanellani olamiz. Oldin kelib. Hech qanaqa shear ishlatilmadi bu yerda. Boshqani bersangiz. Ba'zi adabiyotlarda rostma ostiqi yuqori qismini ham olish kerak deyiladi. Yoki kasallik yuqori jag' bo'shlig'ining o'zida bo'lsa, yuqori qismiga tegish shart emas deyiladi. Bizning o'zimizning tajribamiz shu yer bering. Agar rostma o'siq kalla asosiga kalla asosiga emas. Agar rostma o'siq orbitaga birikkan bo'lsa, unda biz ochamiz. Ya'ni birikkan joyiga qarab buni, ya'ni oldingi g'alvasimon katelarni hamda yuqori vertikal qismini olish olmasligi bizda o'zgaradi. Ya'ni bu yerda biza to'liq olishimiz mumkin, yuqorigacha olib chiqib. Yoki qisman olishimiz mumkin. Bizda bu yerda bulla ham katta o'zi. Holatda olganimiz ma'qul.
Keyin bunda zamburug'li. Yatsal bo'ladi. Bu bemorda burun to'sig'i o'zi chap tomonga qiyshaygan va o'ng tomonda muammo bo'lgani uchun birinchi o'ng tomonni hal qilib olamiz, keyin betga o'tiladi. Ya'ni septoplastikaga. Pallar bering. Vaqtni tejash uchun ikki bosqichga bo'linadi. Bipolar. Biz vaqt tejash uchun turbinani ham qilib olamiz. Skalpel. Atsos. Tutun topib oling. Bo'ldi. Chunki burun to'sig'ini oz to'g'irlaganimizdan keyin bu baribir yoqqa yopishib turadi. Shuning uchun turbinoplastika qilib o'rta qismini olish kerak bo'ladi. Bunda ham yaxshi usul bu. Qonash deyarli kam. Albatta bu individualniy, hammaga bir xil qilinmaydi. Kimdir oldidan kesamiz, asos bankni. Kimdir oldidan kiriladi, kimdir pastdan. Ichkariroq kiring. Aha. Ichkariroq. Ey. Nima kirish bu? Klapanni oching. Klapan ovoz eshitilmayapti. Pastga tushing, pastga. Kiring orasiga. Ichkariroq kiring. Joy bor ichkarida. Bo'ldi. Sal endi oching mana buni. Instrument noto'g'ri ishlayapsiz. Bemalol ishlash kerak instrumentda. Okay. Kiring. Pastga chiqmayapti. O'z turbinalisini orqa tomoniga o'tamiz. Sal buyoqroq o'ting, men tepani ko'rib olay. Ochaman tepani. Bu yerda plastinkani olib tashlasa ham bo'ladi, yoki qoldirsa ham bo'ladi bu yerda. O'g'ri. Mana maksimal bet ochildi. Xo'p, mana black staylersa ham. Mana shu plastinkani olib tashlaymiz, xalaq qilayotgan. Yetmişi bering.
Odatda shu gaymerotomiyamiz yetadi. Agar yetmasa biz hozir tepadan bullarni ham olamiz. Lekin bullar orbitan stenkasidan, ya'ni orbitan pastki devordan pastga tushmagan, izometriatsiz. Turgan bizning yod jismimiz. Antrenman bering. Bu yerda antrenman bilan kirib olsa ham bo'ladi yoki trunda bilan tamponada qilib maydalab olsa ham bo'ladi. Biz hozir antrenman bilan kirib ko'ramiz. İzolatning kattasini berasizlar. Agar siz buxtalarga yaxshi yetib bora olmasangiz, unda prelakrimal yoki infraturbinal usullar bilan kirishingiz kerak bo'ladi. Bu maydalanib ketaveradi bu. Kim 70 bilan qiynalsa 45 optika bilan kirsa ham bo'ladi boshlanishiga. Yig'ib qo'ying, keyin oysiga ko'rsatamiz. Bu bemorni bizni operatsiya tayinlaganmiz, antibiotiklar olib tayinlangan. Qarasanglar gamma bo'shlig'ida ham shamollash ishlar minimalniy. Endi katta massani olib tashladim deb xursand bo'lish kerak emas. Har doim mana mukotsiylarni yorish kerak. Chunki bularning tegida ham bo'lishi mumkin. Menga antrenman bering. Yaxshi. Hammangacha endi 0 optikani bersiz.
tepa peshona sohasini ham bitta reviziya qilib qo'yamiz. Qanaqa holatdaligini bilish uchun. Bu yerda o'roq qismi o'siqqa biza vertikal qismini qoldirgandik. Asos bersiz. Bu yerda qolgan vertikalniy qismi bor. Mana vertikalniy qismi. Va bullani birikayotgan qismi. Zon tugadi. Qo'lingizda. Yer bersiz. Yuqori qismiga primo shever bilan kirsa ham bo'ladi yoki bukilgan bilan yuborsanglar. Bu bizada agirnazi. Endi agirnazi bo'lgani bilan biza peshona yo'lini ham ochib qo'yishimiz kerak, ya'ni intact bowler texnikasi bilan. Hozir peshona yo'lni yopib hozir zoom qilyapsiz. Bu bizda agirnazi edi. Mana bularning ustida old tomonni katta agirnazi. Shu bo'ylab biz ortga ketadigan bo'lsak, tepada bizda peshona bo'shlig'i bo'ladi. Mana sotib qo'ysak, bu yerga nimadir o'tiradi hozir. Bilishdi ham. Bizda xalaqit qilgan narsa o'rta burumchig'ining yuqori qismi hamda septum. Yuqori qismi ham qiyshaygan hisobiga va pastki burumchig'inog'ida burmasi bor oldida, katta. O'sha ham xalaqit qiladi. Endi kelishimni bu yoni ham oson bo'ladi, akzilotomiya qilib. Ancha shart emas u. Ko'ramiz. Ungacha 0 bersangiz, keyin turini bering, gaymerga tamponada qilamiz. Endi eng yaxshi usul bu yerda gaymer bo'shlig'ini animizatsiya qilish. Ya'ni vaza konstruksiya o'zi uzun kerak. Men takib beraman shuni. Uzun tayyorlab qo'ying, ikki qarishli qilib.
gaymer bo'shlig'iga joylaymiz. Buni zond bilan yoki qoshiq bilan qilsa ham bo'ladi. Odatda shu kattalik yetadi. Oldini olamiz deb yerda bundan olishimiz kerak hozir. Bu tayyorlab qo'ygan tuxumdan taxlaymiz. Ya'ni zamburug'larda shu texnika juda ham yaxshi yordam beradi. Qoshiqchalar bilan bo'shliq ichiga turg'iziladi. Bitta medsestra yoki assistent turundan ushlab turish kerak, havoda ushlab turish kerak, chunki bemor soqoli bo'lsa yoki yuzi bo'lsa bu sirpanadi, yopishiq. Chunki bu ho'l bo'ladi-da. Endi siz instrument bilan tiqishga qiynalasiz buni. Havoda ushlab tursa, tiqish ancha osonroq. Yoki blacksteel bilan taxlab olsangiz ham bo'ladi ichkariga. Mana shu tartibda bo'shliqqa joylanib, ichidagi shishlik kamaytiriladi. Ya'ni bu yerda ortiqcha qattiq harakatlarni qilish kerak emas. Endi ichkariga joylaganimizdan keyin suyunib tashlaylik. Ichkariga joylaganimizdan keyin maksimal darajada oldinga, orqaga, yuqoriga ko'taramiz buni. Aylantirish maqsadi. O'zi yuqoridan ortga pastga bossangiz, o'zi aylanadi. Ichida ko'p to'p bo'ladi. Mana ko'rdingizmi? Chiqyapti mana. Mana shu narsani olish uchun yuvishga beramiz. Va yuvilayotgan suv ham iliq bo'lishi kerak. Yuvamiz. Bunu 70 optikani tayyorlasangiz, gaymer xudo xolasa tugatdik ishini. Endi tepaga qo'ygan tamponimiz bor. Ratsionimiz. Shuni olib bitta peshana reviziya qilamiz, shu bilan septoplastika keyin o'tamiz. Bitta kelisini bering. Burchagini olsa yaxshi. Chunki bu o'sib yana torayadi. Ko'rdingizmi farqini? Ya'ni bulla kalla asosiga borib birikkan. Bitmish. Juda ham zo'r anatomiya ko'rsa bo'ladi bu yerda. Buning uchun sxematik bullarni joylashuvini bilish kerak. Retro bullar, supra bullar turishlarini.
Bu yerda bizning agernazimiz bor edi. Olib tashladik buni. Shu yuqoridan bizda frontal big kelib peshonaga tushadi mana. Yangi share izolga bersangiz. Ichkariga qarang. Farqi yo'q, ichkari tashqari. Ya'ni men odatda peshonani yo'lni ochib qo'yaveraman katta qilib. Chunki o'roqsimon o'sibqa oldimmi, albatta peshona cho'ntagida ishladimmi, har doim peshona yo'lni ochaman. Bundan peshonamiz. Ya'ni mana shu intakt bulla texnikasi. Bo'ldimi? Mayli. Ana kirdi. Tushdim? Hop, endi burchak ostidagi shu yerdan kirib tozalaymiz. Bu yerda peshona teshigi ham o'zi tor. Intakt bulla bo'lgandan keyin instrumentlarni ishlash cheklanadi. Chunki boraman sesvetdan bulla oldingi devor yoqib turadi. Bizdan frontal dik mana mana. Hammasi frontal dik ketgan shu yerda. Yani şey primoy edi. Keyingi zal bo'sh bo'lsa shu yoqqa tayyorlayversin. Keyin bemalol. Nima Tayyor. Endi bu bilan nima qilsak bo'ladi? Agar bundan usta bo'lmasa, primoy şeylerde pastga qaratib, pastga ishlab qolib olsam bo'ladi. Tugadi. Endi gamer reviziya qilamiz. Yozuvga olasizmi keyingisini? Ha, olsin. Hamma. Shu, ha. Yo'q, u emas, u boshqa edi. Antrenni bering. Ikkita ko'rdim kecha. Ikkita ko'rdim deysizmi? Bittasi Dushanbega edi, soqolli kishi. Ha. Hop, mana endi ishlar ketgandan keyingi holat. Bu yerda antrenni bilan kirib, buni ham massaj qilib olsa bo'ladi. Va yakuniy ko'zdan ko'chiriladi gamer bo'shliq. Hammasi yaxshi, teshiklar ochilgan. Joy-joyida. Yaxshi.